Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, agregat, traktor texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnika agregatlaringizni YouTube'ga, OLXga avtoe'lonimizga reklama qilib beramiz. Mana endi birinchidan sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan paxta teraydigan agregatimiz sotiladi. Bu agregatimizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. 12 ta bunker teradi. Ilars MT80 traktorlari ham bemalol tortadi. 3 ta bunkeri 1 tilichka paxta bo'ladi. Olasiz va olib borasiz, ishlatasiz, hamma joyi garantiya beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 55 million so'm, ham kelishiladigan joyi bor. Manzil Jizzax viloyati Do'stlik tumanida. Bu agregatga qiziqishlari bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MT80.1 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2023-yil ishlab chiqarilgan, hamma joyi ideal holatda turibdi. Bir joyi kulish tegmagan, olasiz va olib borasiz, ishlatasiz. Bu texnikamizga qo'shimcha agregati, pris podbor apparati bor. Uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Pris podbor apparatimizning ham yili 2023-yil. U ham ideal holatda turibdi. Erondan keltirilgan zavod holatdagi pris apparat. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi komplekt $30,000. Yana kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnika agregatni ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnika agregatimiz alohida ham sotiladi deb aytib o'tmoqda. Bu texnika agregatga qiziqishlari bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Qarang bo'ldimi? Qarang, biroq u asta-asta kelar, mana. Ay! Massa. Qarang bo'ldimi, jo'rab bo'ldimi? Ha, mana shunday bo'lsa. Ko'tarolmaydi bu. Bila ol. Massa, nazar qiling. Massa kam bo'lsa, kichkina ketaveradi. Assalomu alaykum YouTube ixlosmandlari. Traktor, pritsep sotib olaman deb yurgan odamlar, mana bitta pritsep bor, mana zavodskoy, родной, ana setkalarni, rossiyskiy setkalardan olib taxlaganmiz. Mana yili 94-yil. Mana shu pritsep, mana rossiyskiy. Kurklari ham, paychinliklari, boltlari hammasi to'liq родной qo'yilgan. Keyin pritsep
tortib ketayotganda ham umuman ovoz chiqmaydi mana bu yerlariga. Rezinkalardan qo'yilgan. Umuman pritsepni tortib ketayotganda ovozi chiqmaydi. Shaqir shuqur unaqa ovozi yo'q. Mana taklari, ramalari. Mana yaqinda 10 kun bo'ldi. Kraskadan chiqqan. Kraska ham Royal firmasini kraskasidan rosa to'ydirib 2 marta qilingan. Mana ramlari. Pritsep orqalari, taklari hamma joyi mana radnoy sveji turibdi. Pollari ham 4 tala baloni ham yangi balon. Pritsepni o'pish ko'rinishi yili 94-yil chiqqan. O'zim ishlatganman bu pritsepni. 6 tonna yukni bemalol ko'tara oladi. Hamma joyi mana balonlar hammasi boltlarigacha. Rossiyskiy mana diskalar boltlari ham to'liq turibdi. Hamma joyi yaxshi. Mana ramlari. Kimga shunaqa yaxshi sifatli rossiyskiy pritseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. YouTube kanaliga qo'yganimizda mana pollari hamma joyi ideal holatda. Olgan odam mazza qilib ishlatadi. Mana setkani boltlarigacha bor. Yukni ortganda kichkina ikkita o'rtada setkalarni ham ushlab qoladi. Mana pritsep setkalari ham barisi rossiyskiy sifatli. Pritsepni narxini 50 million so'm deb baholayapman. Kimga yoqsa mana bu salonlarigacha shlanglari ham barisi yangi qo'yilgan. Shu kraska tegib ketmasin deb salafan qo'yilgan. Xullas mana shu pritsepni narxi. Bu pritsep Samarqand viloyati Payariq tumanida Guliston mahallasida turibdi. Kimgadir yoqqan bo'lsa, yaxshi sifatli pritsep olaman degan insonlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pritsepni narxi 50 million so'm deb baholadi. Kelishamiz. Kimgadir shunaqa yaxshi texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Hali telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Sog' bo'linglar. Ishlashga tayyor bo'lib turibdi. Endi xaridor kelib sotib olib ketmaguncha bu pritsep ishlatilmaydi, yuk ortilmaydi. Hamma joyini ko'rsatdim. Resortlari ham hammasi o'ta ideal holatda. Mana agar tormoz bachoklari bo'lsa, tormozlar ham ishlaydi. Remont qilib olsa. Mayli, sog' bo'linglar muxlislar, omon bo'linglar. Sotiladigan texnikalar. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sustainable bo'lgan Nevholland TD5 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 2019-yil ishlab chiqarilgan, 6100 soat ishlagan, hech qayeri ochilmagan, bir joyi kulush tegmagan. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Idealniy holatda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $22,000. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizning manzili Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa,
Marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Surxondaryo viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning holati yaxshi, hamma joyi soz, ideal holatda, sezonga tayyor. Ish holati turibdi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda yoki texnikani ustida savdolashamiz. Kelsinlar, texnikaning sostenasini ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz va texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda, ideal holda turibdi. Ishlab chiqarilgan yili 2008-yil ishlab chiqarilgan. Texnikamizning motori 1 gram yog' yemaydi, korobka zadnonoslari ochilmagan, yarim kalitda zavodit bo'ladi. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Texnikamizning dokumentlari joyida, qo'shimcha agregati, chizili puligi borini ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $12,000. Yana ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Farg'ona viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning ishlab chiqarilgan yili 2022-yil ishlab chiqarilgan. Holati ideal darajada, hech qayeri ochilmagan, bir joy kulish tegmagan, yarim kalitda zavodit bo'ladi. Oldi idishlari ham ishlaydi. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda yoki texnikani ustida kelishamiz. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. To'rttala baloni ham ideal, yangi holatda turibdi. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.
ko'rinib turgan ajoyib sostenida bo'lgan Belarus traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati ideal darajada. Hamma joyi soz holda, oldi vidishlari tortadi, zadnos korobkalarida 1 gram shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi. Vamlari ishlaydi, yarim kalitda zavodit bo'ladi. Bu texnikani olasiz va olib borasiz, ishlatasiz. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 55 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar, ustida savdolashamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Texnikamizning manzili Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida. Bu akamizni agregati, chizili, tilishkasi ham bor ekan. Ularni ham alohida sotaman, kelsinlar, ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Ularning narxini telefonda kelishamiz deb aytib o'tmoqda. Bu texnika agregatlarga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Qattiq yerda ham og'dara oladi-da, pertok bo'lgandan keyin. Ko'rinib turgan ajoyib sostenida bo'lgan Belarus traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, motori 1 gram yog' yemaydi, zadnoslarda shovqin yo'q, korobkalari ideal holatda turibdi. Kalitda zavodit bo'ladi. Bu texnikamizning dokumentlari joyida. Bu texnikamizga qo'shimcha agregati, selka agregati bor, Makkai moshiga degan. Uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi kampilik 60 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Farg'ona viloyati Quva tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi Yoto 554 traktori bo'ladi. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2008-yil ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, ideal holatda turibdi. Texnikamizning oldi vidishlari ishlaydi. Yarim kalitda zavodit bo'ladi. Olasiz, ishlatasiz bexarajat texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narx $9000. Yana ham kelishiladigan joyi bor. Texnikamizga qo'shimcha agregati, chizili, puligi bor. Uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? T28 traktorimiz sotiladi. Pritsep, gredel, chisel lari bilan balonlari normalniy holatda. Kompressori ham ishlaydi, radnoy bo'yicha, korobka ham radnoy, yetib qo'yilmagan 1991-yilgi. Balonlari normalniy holatda, oldi balon pasti yangi, bitta balon 50-60% tishi bilan. Pritsepimiz duro baloni yangi, ramalari butun, traktor bilan birga chiqqan 1991-yili. Pritsep normalniy holatda.
ramalari butun, ikki tomonga ham o'ntaradi. Turo baloni yangi, resorlar option baquvvat. Ishga soz holatda, hech qanaqa kami yo'q, olasiz, minasiz, tamom. Prinsipi option zo'r holatda. Ben uydaman, Husanboy ham uyda. Sizdan keyin haq вообще o'zidasiz. Traktorimiz sotiladi, Belarus. Balonlar 15,5, petlas balonlar, diskalari ham 15,5 mana. Petlas balonlar, dokumentlari hamma yo'q joyida mana. Oldi видишь, mana rullar gidrolika. Mana. Motorlari hamma yo'q joyida, avto rasxoti yo'q. Ishlab turgan traktor. O'zimizni nomimizda traktor dokumentlari hamma yo'q joyida. 87-yil. 87-yil. Mana salon qismlari. Mana salon qismlari mana. Balonlari diskalar 15,5 yangi. Hamma yo'q joyida. Turецкий balon. Yurgizinchi, ko'raylikchi. Diskalarni gapir. Diskalarimiz ham 15,5 balon petlas. Hamma yo'g'i. Olasiz u ishga solaverasiz. Nima qilmaysiz, sarflamaysiz bu. Mana. Mana holatda. Apparat qora apparat. Qora apparat qo'yilgan motoriga, nimasiga. Hamma yo'q joyida. Mana Ovozini eshiting. ovozi nimani yurgizib ko'ramiz hozir. Ko'rasiz. Kalitda akkumulyator chiqadi, hamma yo'q joyida. Omocham qo'shib beriladi. Traktorga qo'shilib mana shu omocham sotiladi mana. Qo'shib beriladi. Kelishilgan holatda qo'shib beriladi. Mana. Ishlayotgan omoch, ishlayotgan traktor mana. Bizning navbatdagi sotiladigan traktor zapchasimiz Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan bo'ladi. Bu MTZ-80 traktorining korobka, zadnimosi, komplet vamlari ishlaydi. Majay ideal holatda turibdi. Oladi, olib boradi, traktorga qo'yadi, ishlatadi deb aytib o'tmoqda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 25 million so'm. Meni ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu korobka zadnimosga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Orqadan ketaylik. Akalar, zadmos korobka kamplik. Motor sotaylik. Mana vamlari ishlaydi, 100% garantiyasi. Motorlari moshma. Vartoylardan bir tomchi moy yo'qmagan. Bundan keyin ham yo'qmaydi. Korobka zadnimosi ochib yuradi. Remont ishi yo'q. Shissinalar katilgan joyi yo'q. Olib qo'ysa bo'ldi, garantiyasi bilan. Ha, ko'rsat. Vartoylar.
ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan ekskavatorimiz sotiladi. Bu ekskavatorimizning ishlab chiqarilgan yili 2023-yil ishlab chiqarilgan, idealniy holatda turibdi, bir qo'l minilgan ekskavator. Ekskavatorimizning hamma joyi radnoy, bir joyi kulush tegmagan, olasiz va olib borasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 400 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu ekskavatorimizning manzili Xorazm viloyati Go'rland tumanidan. Bu ekskavatorga qiziqishlari bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Jomboy tumanidan bo'ladi. Bu traktorimizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda, kalitda zavodit bo'ladi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Motori 1 gram moy yemaydi, korobka zadnomoslari zo'r holatda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 30 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, traktorni ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu traktorga qiziqishlari bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan idealniy T28 traktori sotiladi. Bu traktorning holati zo'r, hamma joyi soz, bir kalitda zavodit bo'ladi. Motori 1 gram moy yemaydi, zadnomoslarda shovqini yo'q. Olasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda yoki texnikani ustida kelishamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlari bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Surxondaryo viloyati Denov tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi T28 traktor hisoblanadi. Bu T28ning holati yaxshi, hamma joyi soz. Motori 1 gram yog' yemaydi, zadnomoz korobkalarida umuman shovqini yo'q. Olasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 25 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, bu texnikani minib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlari bo'lsa,
Marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Jizzax viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Ishlab chiqarilgan yili 2017-yil ishlab chiqarilgan. Motor sandimiz korobkalardan umuman shovqin yo'q. Motor 1 gram yog' yemaydi. Olasiz, olib borasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 120 million so'm. Men ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlari bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz va texnikani ustida savdolashishingiz mumkin.